Salom bolalar, bugungi videomizda Safarbek o'zi bizlar bilan yana ham buni ikkinchi qismi chiqdi mana. Mana hozir ikkinchi qismi chiqdi. Davay ketdi bolalar, ikkinchi qismida o'ynaymiz. To'g'riladik, ketdi endi. Oynalarni qo'yib qo'ydim. Bu yerni endi mana endi takoy qilib tozalash kerak. İçiga narsalar qo'yish kerak bo'ldi. Aytganimdek, men ikkinchi qismida videolarni bo'ladim bo'ldi. Mana ko'cha mana hali balkon quramiz bolalar. Juda ham ko'p narsa quramiz bolalar. Batareya dedi. Obuna bo'lib qo'yamiz bolalar. Ketdi. 200 ta bo'laylik bolalar endi obuna bo'lib qo'yamiz. Bu final bolalar. Oxirgi qism. Boshda balkon quramiz. Boshqa eshik quramiz. Nima eshik yo'sak bo'ladi bolalar? Qanday eshik? Mana shuni olaylik, zor turadi. Mana katta balkon ochamiz. Qishloqda ko'rinib turadi ekan, mana shu yerdan ochamiz. Mana bu oynalarni tursak, mana zo'r takoy bo'lib ketadi bolalar. Mana shunday tuturamiz, mana zo'r bo'ladi endi. Balkonni ko'rib chiqamiz bolalar. Ay, yedim tomanda. Ne bolalar. Katta balkon quramiz bolalar. Katta. Big balkon. Big quramiz. Big balkon. Big. Katta esa kettu mana endi qishloqni ko'rib turaman, tomosha qilib. Balkon ham qurdim, zo'ridan bittasi. Mana bu yerga mana bundaylar qo'yib chiqaman. Balkonda mana shunday bo'ladi. Katta. Mana balkonda ishkani bunday bo'ldi. Zo'r turdi, takoy turdi bolalar. Endi birga gilam qo'yamiz bolalar. Nima qilamiz boshqa? Yotoq ham quramiz bolalar. Keyin kech tushyapti. Oyni bo'tishiga qaranglar bolalar. Ketdik yaxshi. Bu tunda deb qatib chiqish. Endi xaladenlik sotamiz, ko'p narsa sotamiz. Buni olamiz. Birinchi xaladenik. Mana xaladenikimiz tayyor. Verstak judayam. Mana. Verstak olmabman bolalar. Olamiz verstakni ham. Bitta taxta. Men shuni olib boradi. Mana shuni. Bitta sandık. Zo'r turdi bolalar. Chiroqlarni qo'yib qo'yibmiz. Bitta. Ikkita narsa yetishmay turdi. Mana
oldik. Bitta narsa ketdi bo'ldi. Qani mana oldik bo'ldi. İşte koyamiz. Ketdi endi. Endi mana bu yerga uzinasiga kitobcha bor. Turadi. Turadi bu. Gilam çıkamiz endi. Yatak koyuş gerek bo'ldi. O'rtasida mazza qiladi. Mana. Zo'r ketadi mana shunda desak. Yana ham uni yetishmay turibdi bo'ldi. Nima? Yetişmey turibdi. Bo'ladi. Mazza gullarni ham qo'yali bo'ldi. Gul. Dastaskani bo'ldi. Sup qoldiramiz bu. Gul dastaskani. Bu gulni dastaskani. Mana shu yerlarda bo'lish kerak edi. Bo'ldi, hozir yo'q hech qayerda. Katta bo'lishi mumkin bo'ldi. Hamma yoqni qidirish kerak. Izohlarda yozib qo'yinglar kartaga. Qaraymiz. To'rt yetishmadi bu. Mana shu dinasiga yo'q. Mana shu yerga qo'yamiz bo'ldi. Zo'r turadi. Davay gul dastaskani bo'ldi. Qidirish kerak. Ha, mana men shuni ko'rmaganman. Topdik. Kattadi. Hozir topaman deb. Mana shunday deb. Bu yetkamas. Bo'lmaydi. Güllar koyacağız. Koyduk. Mana. Koyduk. Bularni ham qo'yamiz. Bular qolib ketmaydi. Zo'r turadi. Zo'r turdi bolalar. Gilamlar chiqamiz. Mana
bu yoqlarni ham tozalash kerak bo'ldi. Ko'p yer bor. Mana shu, mana shu chiqsak bo'ldi. İşte sıkıntı. Zor durdu böyle. Geç oldu. Zor durdu değil mi böyle? Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz bolalar. 200 ta bo'lamiz bolalar. Mana turdik. Boy va kambag'al ham o'ynaymiz do'stim bilan. Ko'plar bor. Mana bu yerda masalan narvon quramiz bolalar. Chekka chiqish. Ne bo'ldi? Mana. Chiqasanni qo'yasan. Mana basseyn ham qursam ekan bolalar. Ayoq ikkinchi edaslarni bo'lib bo'lmadi-ku, qaytaga tashiga uchinchi nima bo'ldi? Ketdi, qo'yamiz. Qo'yamiz. Bo'laylik. Birinchi qavatga tushamiz bolalar. Bo'ldi bolalar, video tugadi shu xotir. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, 200 ta bo'lamiz bolalar. Xayr va sog'-salomat bo'linglar. Xayr bolalar, xayr.